Assalomu alaykum, biz ko'rib borayotgan do'stlar. Bu galgi ko'rsatmoqchi bo'lgan eshik derazalarimiz, hop ichkari tomonda bu tomonlarni o'tgan yili qilib berganmiz. Zolotoy dubdan bo'lgan, ichkarilar antrezdan bo'lgan, akfa antrezdan. Mokriyam deydi. Birinchi eshigimiz bu yerda, ikki qanotli eshik. Birinchi eshigimiz mana shu holatda. Bu kichkinarog'ida yonlarini chopib tashlab, chiroyli razmerga olib kelganmiz. Bitta deraza, bitta eshigimiz bor. Bularda o'sha antrez rang, bir qavatli oyna bulardiki, ikki qavatli emas. Oynasi ham oq, sababi ayvonda ichkarisi bo'lgani uchun yorug' tushib turishga osonroq bo'lishi uchun qilingan. Xo'p, eshiklar o'zini razmeriga olingan. Tepasi liniyada, bularda tepasi liniyada, pasti o'ziga holatiga qarab ketilgan. Chunki uyimiz sal pastga bu tomonga qiyshiqroq bo'lgani uchun ochilishlari mana shunday holatda. Hop. Bu yerda ham bitta derazamiz bor. Bu yerda bitta portchkamiz bor. Portchkamiz esa kattaroq. Shuning uchun derazaning ruchkasidan qo'yilgan. Bunga shunday bo'lib ochiladi. Portchkamiz. Bu yerda bitta deraza, bitta eshigimiz bor. Bu ham o'sha prob ochiladi. Ichkaridan ochilishini ko'rsatamiz. Akfani o'zinikidan qo'yganmiz, derazaga ham. Akfani o'zini ruchkasidan qo'yganmiz bu. Chunki mana rangiga o'ziniki mos bo'lgani uchun qo'yganmiz. Odishcha ruchkalardan qo'ymaganmiz, domkratli emas bular, oddiyroq bular. Bularning summasiga keladigan bo'lsa 14 million so'mga qilib berdik. 4 ta eshik, 4 ta deraza, bitta ikki qanotli eshik, bitta shu portchkani 14 million so'mga olib kelib o'rnatib, hammasi shu dogovor qilingan summaning ichida. Hop, e'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.